Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar menen Telegraf programmasini nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Tak, mana o'sha Telegraf programmasini nastroykasiga kirib olamiz. Tak. Bu yerda siz bilingiz kerak, pamyat bo'liminde mobil internet yuklanayotganlar 3 bitishga o'chiq bo'lishi kerak. Bo'lmasa sizning telefoningizga hamma zatni yuklab olib, sizning telefoningiz to'lib qolishi mumkin. Bu yerda cache fayllar bo'ladi. Sonra assistent qilib turishingiz kerak. Bo'lmasa sizning telefoningiz qatib ishlamay qoladi. Tag'ir funksiyasi sizlar kontakt, gruppa, kanal, bot отдельно qilish uchun chat chiltlari bo'limiga kirib, bu yerda o'qilmagan hammasi kontakt hammasi napitishini yaqsangiz, qaysi bo'limni yaqsangiz, shu bo'lim ko'rinadi. Ya'ni o'zingizga qolayli bo'limlarda ashlatsangiz bo'ladi. Qolay qilib atlarni ham stikerlarni ham o'zgartirib o'chirib olsangiz ham bo'ladi. Tag'ir bir funksiyasi qurilmalar bo'limiga kirsangiz, sizga qanday telefonning akkauntingizga qanday telefon jo'lganligini bilib olsangiz bo'ladi. Tak. Xavfsizlikka kirsangiz, bu yerda yig'jaqlama parol bo'ladi. Ya'ni siz ilk bosqichda tekshiruv bo'limiga kirasiz. Kirganingizdan keyin sizning nomeringizni birov terib Telegramga kirmoqchi bo'lsa, siz kodingizni yashirin turda olsa-da, siz yagona bir parol qo'ya olasiz. Ya'ni o'zingiz bilasiz bu parolni сөйтіп qo'ysangiz bo'ladi. Xabar avtomatik o'chiruv sizning siz bilan boshqa birovning orasida shartda bir kunga bir yilga qalagan ishlab qo'ysangiz, o'zi avtomatik o'chirib tashlaydi. Uchinchisi kod. Bu yerda ekranga kirgan vaqtda kod qo'ysangiz bo'ladi. Qurilmalardan aytdim, bu yerlarda nega hamma yerga ko'rinadigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, yo'qsa hech kimga ko'rinmaydigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Telefon nomeringizni kimga hammaga ko'rinadigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, ko'rinmaydigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tag'da profil suratlar ham shunday bo'ladi. Bu yerda tag'ida siz yashirin bo'lim bor. Yashirin bo'limda bu yerda Telegrafning o'zining nastroykasi bor. So'g'an kirib Telegraf sozlamalar deb yozib qo'yibdi. So'g'an kirsangiz, yashirin bo'limga kirasiz. Yashirin bo'limga parol qo'yasiz. Yashirin bo'limga kirgandan keyin kod yoki tasvirli kod grafik qo'ysangiz ham bo'ladi. Barmog'ingizni tag'ida o'zingizga qo'llaylab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda kirish turi degan kiruv, siz qanday kiruv usulidan foydalanmoqchisiz. Ya'ni sizga qolayli qidiruv tugmasini uzoq vaqt bosib turib, ya'ni o'ng qaptalda yuqori bo'limida lupa bo'lsa, lupani uzoq vaqt bosib tursangiz, yashirin bo'lim ochiladi sizga. Miniki do'stlar, nana deb bosib tursangiz, kod so'raydi, barmog'ingizni so'raydi, so'ni o'zingizning telefoningizga barmog'ingizni kiritsangiz, telefoningiz yashirin bo'limga kiradi. Bu yerda kontaktlar, sekretniy kontaktlaringiz bo'lsa, gruppalarınız bo'lsa, sizga yashirib qo'ysangiz bo'ladi. Videoni yoqgan bo'lsa, like qo'ysangiz, diqqatlaringiz uchun rahmat. Podpisatsiya bosishni unutmaylik.